Assalomu alaykum hammaga. Adday Master Sampi Cherry kuzatuvchilari. Lokatsiyamizni yana bir marta eslatib o'tamiz. Bilmaganlar uchun chap qo'limizda Sampi banlitsasi, o'ng qo'limizda Selxoz Perkroski. Ya'ni Sampidan Selxozga o'rishiladi, o'ng qo'lingizda Cherry avtosalonimiz joylashgan. Xo'p, ish vaqtlarimiz har kuni dam olish kunlarsiz yozib qo'yganmiz. Ertalab soat 9 dan kechki soat 20:00 gacha. Marhamat, ichkarilarni ko'ramiz. Bu yerda hamma menejerlar xudo xolisa hammanglarga mashina qilib berishadi. Bitta dona pasport evaziga. Bugungi ko'rsatadigan mashinamiz hammaga qiziq bo'lgan, hozirgi kundagi trendga chiqqan mashina, xalqimiz sevadigan Jaydar motorli mashinadan bittasi. Xo'p, Arizo 6 Pro va Arizo 8 gibrid. Ikkita mashinamiz ham mana ichida bor. Xo'p, Arizo 8 gibrid haqida ma'lumot beradigan bo'lsak. Mashina o'zi zapas xodi 1350 km polностью yuradi. Elektr o'zida 125 km, qolgani benzinda. Bu degani siz bir kunlik misol uchun faqat uyga ishga boradigan bo'lsangiz, mashinani bitta elektrini o'zi sizga bemalol yetadi. Benzinda yurishingiz ham shart emas. Ko'chada mashinani ko'proq yuradigan bo'lsangiz, benzinga o'tkazib yurgan paytingiz generator aylanib o'zini o'zi zaryadlaydi. Ya'ni tokka tiqmasdan ham mashinani batareyasini to'ldirsangiz bo'ladi. Ya'ni benzinda yurish orqali. Benzin rasxodlari 5 tagacha patolog. Mashinani o'zida bitta elektromotori bo'ladi, keyin 1.5 turbina motori bo'ladi. Xo'p, tashqi ko'rinishi shunaqa klassika. Mashinani o'zi uzunligi uzun, D klassika mashina, ya'ni juda ham uzun, long versiyada chiqqan. Mashinamiz xo'p, 360 kamera, слепой zona, adaptивный cruise control, полоса удержания, экстремальный торможение, lyuka, alisasi, abduf abagrev, yana nima? Xo'p, subwooferlari, shunga o'xshagan hamma funksiyalari bor. Ichlarini ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ichlari ham xuddi shunaqa kengina salon, sidenali kojinli bo'ladi, ko'rayotganinglardek. Salonni 80% qismi sifatli kojadan ishlangan bo'ladi. Xo'p, eshiklarimizni ham ko'radigan bo'lsangiz, eshik regulировkalari ham Merce'ga o'xshab eshikda qilingan. Siden upravleniyasi. Podsvetkalari bor, eshiklari ham kojinli обшивка qilingan bo'ladi. Audio akustikasi Sony bo'ladi, original Sony kolonkalar qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, tablo bilan monitori ham splashnoy displey bo'lib ketgan. Keyin panorama lyuki bor, kompaktligina. Orqalarini ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Orqasida ham xuddi shunaqa eshik obshivkalari kojinli bo'ladi. Keyin o'rtasida отдельный deflektorlari bor. Ya'ni orqadagi odam o'ziga bemalol to'g'rilab ishlatsa bo'ladi. Xo'p, sidenalarimizda orqa sidenalarimizda ham abagrev bor. Endi bagaj qismiga o'tamiz. Mashinani o'z zavodskoy 30% shumka bilan chiqqan bo'ladi. Eshigida, oldi kapotida, keyin bagaj qismida. Kraskasi 95% gacha zavodskoy atsinkovka qilingan. Ya'ni umuman zanglamaydi, chirimaydigan kuzov bo'ladi. Bemalol keling, orqasini ko'rishingiz mumkin. Orqalari faralari shunaqa LED faralar bo'ladi, splashnoy yonadi. Zadniy kamerasi ham bor. Bitta dona knopka orqali bagajni ham ochasizlar. Bagajni ko'rayotganingizda ham juda ham kengina bagaj. Kuzovda patronliklari bor. Jismni ko'rsa, o'sha signal beradigan. Bu mashinamizni bizdan bemalol naqdga, avtokreditga, rassrochkaga va avtolizingga xarid qilsanglar bo'ladi. Shu aytganimizda bitta dona pasport evaziga va boshlang'ich to'lovlari minimalni avtokreditniki boshlang'ich 15% bilan ham xudo xolisa o'zingizlar nomingizga chiqazib beramiz. Toshkentga va 12 viloyatga. Bemalol kelishadigan bo'lsa, hammaligiga qilib beramiz. Buni ranglaridan, garantiyalaridan muammo yo'q. Keyingi mashinamiz Arizo 6 Pro mashinasi. Arizo 6 Pro mashinamizni xalqimiz juda ham yaxshi ko'radi. Sababi benzin, keyin Jaydari mashina. Shuning hammani e'tiboriga tushdi. Mashina haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, mashina 1.5 turbina. Bu full 1.5 turbina bo'ladi. Mashinamizda 147 ot kuchi, lyuki bor, 360 kamera, adaptивный cruise control, полоса удержания, экстремальный торможение, bunda ham abagrev bor. Keyin 4 ta balonda ham diskovoy tormoz turibdi. Diskovoy tormoz, ya'ni baraban emas. Diskovoy tormoz qanaqa ishlaydi degan savolga mexanizmi o'zi 4 ta balonda ham diskovoy tormoz bo'lsa, tormoz bosganingizda shu disk qisadi 4 ta balonda ham birdaniga. Barabanga o'xshab sirpanmaydi. Keyin motor ichida zubchati rem emas, tsepnoy, ya'ni tsep aylanadi motor ichida. Har 50 ming 60 mingda borib, remi almashtirilmaydi qolgan mashinalarga o'xshab. Mashinani o'zi ham xuddi aytganimdek, kraskasi zavodskoy atsinkovka qilingan bo'ladi. 95% gacha buniki ham. Eshiklarida shumkalari bor, eshigida, kapotida va bagajida. Buni ham ichini ko'rsanglar bo'ladi, bemalol. Buni ham ichi o'ziga yarasha noodatiy holatda ishlatilgan. Skoroslari ko'rayotganinglardek richak emas, joystik bo'ladi. Xo'p,
Ручной электронный кнопка, автохолд систema, обогрев сидения, подстаканчиklari bor, беспроводной зарядка, rullari elektronniy bo'ladi. Sidenalari bunda ham kojinli. Sizen upravleniyalari bunda ham elektronniy bo'ladi, ko'rayotganinglardek. Bunda xuddi shunaqa Sony заводской kolonkalar ishlatilgan bo'ladi. Mashinamiz S klassdagi mashina, lyuklari ham bor. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Orqalari ham xuddi shunaqa 5 kishi bemalol sig'adigan. Orqasida отдельный deflektorlari ham bor. Bunda ham xuddi shunaqa kojinli sидение. Ko'rsanglar bo'ladi. Bunda ham orqasida splashnoy yonadi faralari. Betida keyin bunda ham заводской задний kamerasi bo'ladi. Keyin kuzov bo'ylab patroniklar joylashgan bunda ham. Buni ham bagaj juda ham keng, bagaj ob'yom ko'rayotganinglardek. Zapaska dakatka balonigacha bor o'zida. Bu mashinamizni ham boshlang'ich 15% bilan Cherry Ademaster Sampi qilib beradi. Boshlang'ich 15% bilan avtokreditga yoki naqd to'lovga yoki rassrochga o'zini pulini o'zingiz nomingizga chiqazib beramiz. Shunday bo'lib to'lashga. Eslatib o'tamiz, ya'ni ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kechki 20:00 gacha shu yerda bo'lamiz. Manzilimizni yana bir marta eslatib o'tamiz tushunmaganlar uchun. Mana bu yoq tarafimiz Sampi больница. Chap tarafimiz Selxoz Perikroska. Sampi больницаdan Selxozga kevrishda o'ng qo'limizda joylashgan avtosalonimiz. Selxozdan Sampiga tushirishda chap qo'lingizda joylashgan. Hammalarni kutamiz Ademaster Sampida.